Mana meni xotinim bitta bolali bo'lganimizcha urushib qolsak ketaman derdi. Hozir 4 ta bolamiz bor, ketavering gap. 5-6 ta tug'sa o'zingni haydab borar ekan-ey. Boring ketavering, uy-joy hamma narsa meniki. Boring ketavering. Yomon xijolat bo'lib ketaman ba'zida. Как будто meni olib kelishganda yor-yar aytib amakilarim. Paranjiga o'rab, a? Tog'am chimildiqqa tashab chiqqanda, sabr qilib o'tir endi deb, a? Ba'zida shayton aytadi, "Shat ketib o'raymi" deyman. Lekin o'ylab qolarsiz-da, ota-onam oldiga nima deb boraman? Sizlar kulyapsizlar-ku, chiqqan yigit chig'roqdan tashqarida. Ota-onam tushunadi, boqib katta qilgan. Mahalla ko'y nima deydi? Deb palonchini o'g'li qaytib kelibdi degan gap. Yomon gap bu. Yana urushib qolsak, bola kimniki deysizlar, ayollar? Bola kimniki? Sizlarniki. Nima biz armiyadamidik? Meni kechirasizlar-ku ayollar. Bola erniki, erkakniki isbotlab beraman hozir. Cho'ttanisizlar erkaklar? Isbotlab beraymi? Bola bizniki. Bankomatga plastik karta solasiz, a? Pul tushadi. O'sha pul kimniki? Bankomatnikimi, kartaning egasinikimi? Kimniki? Aka siz ayting. Pul kartaning egasinikimi? Bola ham biznikida aka. Bitta joyda shunaqa desam, bitta onaxon nima deydi? Avazjon, u bankomatga karta solganingiz bilan pul tushmasa-chi deydi. Boshqa bankomatga solamiz dedim. Endi xalq banki ishlamasa, milliy bank ishlaydi. Ipoteka bank bor, bank ko'p-ku. Menga uylanib boy bo'ldingiz. Menga uylanganingizda hech narsangiz yo'q edi. Ha, u paytda o'zim ham shunaqa edim-da, yosh bola edim. Omadim kelmagan edi hali. Sekin-sekin tan oling. Menga uylanganingiz uchun bo'ldi. Tan oling. Biz o'qiganimiz, ishlaganimiz, mehnat qilganimizdan emas ekan erkaklar. Uylangandan ekan hammasi. Xotindan ekan. Bunaqaligini bilganimda tug'ilib uylanib qo'yardim. Menga uylanib millioner bo'ldingiz, to'ppa to'g'ri. Senga uylanmaganimda milliarder bo'lardim.